dreamed that I love somebody like you. And I never dreamed that I lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. With you, with you. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. This love is only gonna break your heart. With you, with you. Hoş. Bu ne? Abi abi. Ne bu? Şuna kızılıp bir sarkıyor değil mi? Hey. O'zbekcha faqat. Mana turkchasi yo'q. O'zbekcha. Şef, kalay. Yaşıyorsan mı oksanır kalay? Kolu yok. Şekilde şekil. Amin hep nasıl bir Ben doktordan buna rasm yapıp koydum, ne olacak? Rasmi olur. Yazı yer verirken doktor şuna para verdi. Abi ben uzaktan yüz kırık. Gerek yok. Okunga. Selamun aleyküm.
Tanıysan? Rap vardı mı oğlan? Ne yaptın ne? Allah gezme. Buna maşinege Yassavi. maydana gebeleyim. Sen yap tatlıyı bana ne? Sağ olun. Çakal. Sen de. Ya azamat. Yürü. Sağ ol. Yürü. Şu zaman işte kelime. Yol değil ama. Hadi gel yüz kere. Bu da bana yüz kere. Ya ne krem. Dilber mi kardeş bile? Yine iş dolapta şekilde. Hazır aldık apattan. Tanıştırıp gelin. Her yerinde kardeş örneğin. Vardılar. Vurma kettik. Şaka yapan gözüm. Bardağı beğendin mi? Beğendin mi? Tanışıyor. Salın bakıyorsunuz. Sevgisiz. Kullanmasın endi. İlkoların to'lgani bir kundamidi, bir vaqt kelganimizda bir kun qilgan. Bir kelganimizda Payg'ambar yoshida birga xizmat Sog'lik yaxshi. yaxshi bo'ladi. Keldik-ku mana yarab turib. Bo'ldi. Ular shu Tamam, qani mana oldingizda endi mana. Atalar tikilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Hep oldu. Bismillah. Ne kadar İyiyim ben. Şu. Ay, tövbe. Yüzden aşık ürünler. Bu mana çoğda o'zimda Qur'on o'qishim. Rahmat. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Yedinizga emas, yerdangiz Yani yüzecek gibi değil. Alhamdulillah. Ana kim? Bitti. Yat kırın. Cumhuriyeti uzak olsun. Bana mümkünle doğrultu. Atamın yarıştan ötüp bana jaga nevere kiverlerini ordu seversin gördüm. Rahmat. Tamam böyle. Daha da şundayım ya. Men mana shunday aytmoqchi edim. Bu qanday endi farqlamasiz, shu kelganlari boshqasi yozilmasdan boshqa mumkin emas-ku endi. Hadi bir yeteki vermez. Bunaqada bizlarimiz jamjidagi biz ikkimizni bormaymiz. Men birovga aytsam kelaveramiz. Biret çıkışına kavrat. Biret çıkışa hamma tamandan. Fakat biret hamma tamandan biret çıkıyor. Xudoga shukr. Bir ezme yazıyor. Ben maşa saptım. Na, Selamun aleyküm. otasini
işler baksın, yurtçış olsun, bakımı sağlam olsun, ama sağlam olarak geçen böyle olsun. Hakan bir şey tamam sabah var diye bu vaktimizde getiriyor. Karana getiriyor. Hammas getiriyor. Endi ochiladigan minuti bor. Keyin egasi bor. Keyin Zalda. Aman oldu da, keyin kiyizip koyasan. Yok. Şunu diyeyim mi? Geleceğine vakti yok. Yok bak var. Nima desizlar? Ketdik ichkariga. Assalomu alaykum. Aka. Anvar. Şunu diyor, boş şeker kaldı. Ben alalım, ben alalım. Boshqa herkes. Tamam. Bakalım. Qozog'iston shu yerdami? Çok ulaşma kabalar. Kira ne vereceğim? Yaxshi mi? Qo'l qanday? Yaxshi, juda do'qlar shunday kasal bo'ladi. Ya, buni aka bolaga buni chiqartmoqchi. Hep konuşsun bak. 80'ga kirgan deydi aka. Aka, 80'ga kirgan deydi. Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Tabriklayman. 100ga kirib bering. Tabriklaymiz endi. Tabriklaymiz. Mana shunaqa qilib bering. Mana shunaqa qilib bering. Otangiz yoshdan o'tib ketdi. Akam bilan bir narsa so'raylik, keyin chiqib ketamiz. Ha, Keldi. Barmenlar, shikastlar, yashanglar. Balli ishladimlar. Aytmaysanmi, qani muzika meni kutadiganini. Nimaga? Maktabgacha kelishni hamina bunga to'g'ri ekan. Ish kerak emas dedi. Sana. Yana oilalari, dadalari-chi meni oshnam edi hammasi. Hozirgi enasi tez bo'lyapti. Assalomu alaykum. Deb qolasiz.
Qaytib bo'lsa ham boraman dedi. Oboraman sen dedi. Kim? Kim men deb oldim sizni? Gapirang. bir elki yüzüden yog'iladi nur, qalbida ko'nglida hamisha yaxshi niyati, so'zlasa so'zlari duru gavharidir, olamga mashhurdir shonu shavkati. Bir elki bolam deb yashaydi mudom, topganing to'ylariga buyursin deydi. Duosida har tong musaffo osmon, ostida har banda tinch yursin deydi. Bir elki shu elga ta'zim qilmasam, bu elning farzandi bo'lib ne qildim? Ko'rishganda salomimni kanda qilmasam, baraka topishim tushundim, bildim. Shu bois azizlar, ko'ksimda qo'lim sizlarga yo'llayman qutlug' kalomim. Qabul aylang bugun mehribon elim, chin dildan aytaman sizga salomim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mana shu mehmonlarimiz uchun bugun bir piyola choy ko'tarib xizmat qilgan mezbonlar, muhtaram munis ayollarimiz, onalar, aka-ukalar, davramizga qadam ranjida aylagan azizlar. Avvalo xush kelibsizlar. Kelib, rosa ham bir chiroyli yaxshi ish qilgansizlar. Chunki ajoyib kunga, ba'zim bayramga, to'y hashamga yuragida orzu, havasi, niyat, istagi bor odam qadam ranjida aylaydi. Bugun siz bilan Allohning nuridan hosil bo'lgan, ne'matlar bilan to'ldirilgan kamtarona, baholi qudrat, fayzli to'kin dasturxon atrofiga yig'ilib turishimizga sabab uzoq yillar davomida xalq uchun, elimiz uchun, mana shu vatanimiz uchun o'zlarini halol mehnatlari bilan peshona terlari singan bugun bir chiroyli muborak 80 yoshlarini siz bilan bizni albatta davlaga taklif etib nishonlayotgan Ubaydullo otamizni hurmatiga tashrif buyurgan mehmonlar, xonadon sohibining hurmatiga bir gulroz qarza jalila bayramimizga fayz baxshlaymiz. Bugungi davramizda otamizning yaqinlari, do'st birodarlari, hamkasblari, shogirdlari, qavm qarindosh, mahalladoshlari tashrif buyurgan. Kechamizga fayzlashib, yurakdagi barcha dil so'zlarini hadya etgan holatda
hozir davramizga yuksak bir chiroyli hurmat, cheksiz bir mamnuniyat bilan bugungi davramizni yaxshi niyat bilan davra dasturxonini ochib berish maqsadida davraga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz qatorida Hikmat aka Isroilov, keling marhamat chiroyli gulduras qarsagilar bilan albatta davramizga qadamdan tilaymiz. Hikmat aka marhamat, keling. Marhamat. Sizga ajoyib kunlar muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, otamiz qariyb 1965-yildan boshlab, hozir menga berilgan ma'lumotlarga qaraganda 65-yildan boshlab umumiy o'rta ta'lim maktabida faoliyat boshlagan ekansiz. Yosh avlodga ta'lim tarbiya berib qolaversa, Komsomolda ham ishlagan ekansiz. Xalq xo'jaligi rahbarlari Og'im Boboyev, qolaversa Akmal Ikromov Navoiyda qishloq xo'jaligi raisi bo'lib faoliyat olib borgansiz. Bu yerda qancha yuksak bir shogirdlar yetishtirgansiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun shunday bir karxonada ukamning 80 yosh yubileyi. Avvalambor shaxsan o'z nomimdan va Isroillar avlodidan tilagim ukam otamning yoshidan o'tsin. Otam 102 ga kirgan edi. Ukam 103 ga kirsin. Allohdan so'raganim. Endi tabrik keyin bo'ladi. Hozir mana shu yig'ilishni ochiq deb e'lon qilib, hammalarga sihat salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Hamma qarindoshlar, tug'ishganlar, aka-ukalar, opa-singillar, kelinlarimiz hammasi sog' salomat bo'lsin. Onalar shaniga loyiq so'z uchun otash tanir armoning armon bardavom naslini asramoq uchun Isroillar sulolasi etadi davom. Salomat bo'ling, rahmat kattaga, rahmat. Aziz mehmonlar, navbatdan tashqari tabrik bo'lyapti. Shu boylarga Isroilovni boylarga qilgan, Isroilov qilgan mana yerda kenayimiz turibdi, kenayimiz Ulug'bek, Otabek kelinlari bilan boylarga bir sovg'alari bor ekan, shuni topshirmoqchi. Marhamat boylarga sizni bir taklif qilamiz. Boylarga keling. Hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun meni cholim 80 yoshga to'libdi. Hammalaringga shu yoshni beraman. Bizlarga kirib yuringlar. Cholim deysan? Hammalarga 100 yoshdan o'tib yuringlar, Xudoyim. Xush kelibsizlar. Xonadonlaringga Xudoyim yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Umrlaring uzun bo'lsin. Hammalaring nasibalaring ulug' bo'lsin. Topganlaring mana shunaqa to'ylarga, yubileylarga nasib qilsin hammalaringga. Yana bir boshqa xush kelibsizlar. Rahmat deganlaring uchun hammalaringga. Salomat bo'ling. Siz cholim deb gapirdingiz. Otam ranjidilar hozir sizdan. 18 ga kiribdilar bugun. Salomat bo'ling. Endi ota ketib qolmay turasiz. Bu yerda mana farzandlar, nabiralar, kelinlar, keling. Bularga keyin so'z beramizmi? Xo'p, esdalikka suratga tusha olamiz farzandlar bilan birgalikda. Hurmatli aziz mehmonlar, yana bir bora ajoyib mana shunaqa fayzli kun muborak bo'lsin barchamizga. Shunday ekan, bugungi badiiy davramizda yaxshi niyat bildiradigan barcha aziz mehmonlarimiz, mezbonlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz barchangizga albatta yoqimli hadiyalardan olib, yer-ichib qo'noq qilib, bugungi fayzli kechamizga yanada fayzlashib o'tirasiga umidamiz. Yana bir bora yaxshi kunlar, mana shunaqa otamizning muborak yoshlari yana bir bora hammamizga muborak bo'lsin, hammamizga nasib qilsin.
Guldiroz Qarsagilardan badiiy davramizda chiroyli yaxshi niyatlar bilan ketamizni boshlaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.
mehmonlar yana bir bora xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Badiiy davramizda bugun o'zlarini tavallud ayyomlarini nishonlayotgan xonadon sohibi Badil otamizni bugungi ayyom bilan muborakbod etish maqsadida davramizga yana bir aziz mehmoni bugungi fayzli ajoyib bir chiroyli davramizga fayz bag'ishlab o'tirgan aziz mehmonlarimizdan Ummat aka Mirzaqulov badiiy davramizga gulroz qarsagilar bilan albatta taklif etishimiz lozim. Topshiriq marhamat. Kelib bir yaxshi niyatlar, samimiy tilaklarni izhor etasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, yurtdoshlar. Faqat bitta iltimosim bor-da, endi katta ishlashlar ko'radi, qo'yamiz xafa bo'lmaysizlar, shu gapirganimizni jim o'tirsalar. Chunki yuragimizdan gaplar eshitdinglar, Ubayd aka to'g'risida, Ubayd akaning avlodi to'g'risida, sulolasi to'g'risida, so'raylar to'g'risida. Men uni hammasidan demoqchi emasman. Lekin bugun shunday ulug' yoshga kirgandan keyin albatta pardaxonam bor. Bu bilasizlarmi yo'qmi, biz to'g'ri kunlarda kelib turardik, o'sha kuni pardaxonga to'g'ri kuni bo'lardi. Bugun so'rasam, ikkalamiz bir kunda tug'ilganmiz deydi, bitta hazillanib qilaman, menimcha pasportni o'zgartirib olganman, bilmayman. Shuning uchun endi Isroil Sulolasi to'g'risida gapirganda men Ubayd akamdan buni 48 yil bo'ldi. Men rayon respublika o'rinbosari bo'lib kelganman. Ubayd aka rayonda ishlardi. Lekin bolaligimizdan uchrashgan bo'lishimiz mumkin. Chunki meni otam o'sha Voyvo'li ikki kolxozga bo'lmagan bo'lsa, bittasi Ahmoboy, bittasi Frunze bo'lgan, bu yerda Kuygish bo'lgan. Ikkita kolxoz bo'lgan. Otam Frunzeda ham rais bo'lgan, Kuygishda ham rais bo'lgan. Bular qo'lotlarga Quloqmuxtor odam markaziga rais bo'lgan. Qo'shtepada rais bo'lgan. Aytam bo'lib rais bo'lgan. Shunaqa davr ekanda ilgari. Otalarimiz birga ishlashgan. Keyin Alloh nasib qilib Ubayd aka bilan ikkalamiz birga ishladik. Rais bo'lganda kishi ham o'rinbosar bo'ldi, men ham o'rinbosar bo'ldim. Men bitta narsani aytishim kerak, Ubayd akadan men ko'p narsa o'rganganman. Oramizdagi yosh 2 yosh, lekin bu kishi shu maktabni bitirgan, raykomda men undan kelib ozgina bo'lsa tajribasini orttirgan. Men ko'p narsani o'rganganman. Yana nimani o'rganganman? Odamning bosqichini, og'irligini. Biz sal tezroq odammiz. Kelimiz shunaqa. Bu odam ham bilasiz, o'zingiz necha marta aytgansiz, bo'ldi qilmaysanmi dedi, qo'yin dedi. Bitta misol. Mana shu yangi rais bo'lib ko'chib kelishimiz kerak, eskiga oldiga mana muzey tushdi. Haligi maktab tushdi, muzika maktabi tushdi. Shu yerdan ko'chib kelishda men rais bo'ldim. Tajaylik shunaqa rais bo'lgan, rais men ham o'shib qolganmiz. Men o'rinbosarman. Bu odam o'ylab aytadi, o'zingiz boshini qo'yin deb. Ertalab qo'yishdan 10 ta mashina kelyapti, ko'chani taxminan ko'chadigan bo'ldi. Qo'yin dedi. Mashina qilib birga ishlashganmiz. Endi bu odamda fe'l atvorida og'irlikdan tashqari bilim, toqat, sabr, ko'p narsalar bor, o'rganadigan narsalar bor. Qolaveradigan bo'lsa, xabarlaring bor, ikkalamiz boshimizga ish tashlanishdi. O'sha joylarga borib keldik. Mana bundan tashqari sirtlar so'zlar to'g'risida bu odam yozgan kitoblari bor, Hikmat aka bitta brigadani yozgan kitoblari bor. Bu yerda bizning oilamiz to'g'risida ham, otamiz to'g'risida ham bor, o'zimiz to'g'rimizda ham bor. Bu yerga to'g'risida gapiraman desangiz gap ko'p. Mana Xudoga behisob shukur shuncha farzandlar. Inson dunyoga kelgandan keyin nima orzu qiladi? Qanday hayotni orzu qiladi? Bo'lib bo'lishni xohlaydi. Farzandlik bo'lishni, nevaralik bo'lishni, nevaralik bo'lishni Alloh hammasini bergan bu yerga. Aql idrokni ham bergan, toqatni ham bergan, hammasini bergan. Pardaxon mana necha yillardan beri yonida bizning bilan hozir bitta gap bo'lyaptiki, bir to'g'ri so'z ukam bor, o'tirib o'sha gapni aytmayman. Bu aytyaptiki, ularga surishni albatta vaqtda deydi. Men ham kafirim o'tiribdi. Agar men shu yoshga shunday yurgan bo'lsam, o'sha men kafir demayman, turmush o'rtog'imga bog'liq. O'shaning uchun biz mana shu bugungi kunda xursandchilik shuki, mana eskilar domlalarga o'xshagan o'tiribdi yerda. Aytishadiki 80 dan keyin Alloh gunohni kechirdi deydi. O'zi o'badan gunoh yo'q. To'g'ri aytgan. Bugungi kunda mana o'zgarayotgan yangi O'zbekiston qurish harakatlarimiz hammamiz prezident boshchiligida
Bugungi kunda bizga nima kerak? Xalq nimani tashkil qiladi? Birinchi sog'liq. Mana boshimizga shuncha tashkilotlar keldi. Mana Xudoga shukr, sog'-salomat o'tiribmiz. Xuddi hech narsa bo'lmagandek shunday bo'lsin, doim shunday bo'lsin. Bu aka Barnavol ikkovlaringga sog'lik, salomatlik, tanjalaring sog' bo'lsin. Mana shu o'tirgan qora ko'zlar sizlarga, mana avlodlaringga, istarboqlaring ular omon bo'lsin. Ularning vaqtiga sizlar omon bo'linglar. Bu aka otalar bilasizlarmi, aytganimizga gap bu ishga kirganlar. Men sizlarga bir hozirda gap aytib beray. Kimadaga xafa bo'lmang. Otam 102 ga kiruvdi, sen 103 ga kirding deysiz. Asaka ketadi 110 desangiz, nima bo'ladi? Bir tarix aytib beray. Bir 2-3 yil bo'ldi. Mashinangiz bo'yicha birinchi bo'limda yashaganmiz, o'sganmiz shu yerda bir to'raka degan mexanizatr bor edi. 90 kirgandan keyin to'n ko'tarib bordim endi. Odam ko'p. To'nni kiygizib to'rakaga 100 ga kiring desam, to'n yechyapti. Men qaray, qanaqa odamsan o'zi? Men senga 100 ga kiraman dedim dedi. To'nim yechyapti. Ama aytib 120 ga kiring menga desam, to'nni kiygizib qo'yib qaytadan. Shuning uchun aka tanjani sog' bo'lsin. Mana shu hammalar omon bo'linglar. Yurt tinch bo'lsa eng asosiysi. Mana bola qazara boshimizdan ko'tarilib ketsa. Oldimizda shuncha mehnat turibdi. Bahor kelyapti, mehmonchilik kelyapti hammamizga. Hammalaring sog' bo'linglar. Nima niyat qilgan bo'lsalar, niyatlaringga yetinglar. El bir omon bo'lsin. Hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Omon bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat kattaman. Tashakkur. Yana bir bora xush ko'rdik aziz mehmonlarimiz. Yoqimli ishtaqa tilaymiz. O'zini o'rnida yana tabrik so'zlari, kezi kelganda sho'x kuy qo'shiqlar, dilbar taronalar, raqslar bilan albatta davramizni davom ettiramiz. Yana bir bora xush ko'rdik. Sog' bo'linglar. Mehmonlar badilavlarimiz davom etadi. Yana bir aziz mehmonimiz bugungi ajoyib bir chiroyli dasturxon yozib, barcha do'st birodarlarni taklif qilgan otamizni muborak yoshlari bilan nishonlash maqsadida Oqqo'rg'on tumani hokimligidan tashrif buyurgan bir guruh mehmonlarimiz, tuman hokimi, qishloq xo'jaligi muavini berdi mana yerda o'tirgan mehmonlarimizni Anvar aka marhamat davraga taklif etamiz. Shavkat aka Muxtorov, keling. Bir chiroyli yaxshi niyatdan sor qilamiz. Marhamat. Qanday jo'raganlar uchun rahmat. Aka o'g'illarga jonliroq qatnashib turinglar, iltimos. Yashang. Qarzay chalgan odam 100 ga kirsin. Ana. Chalmaganlar 106 ga kirsin. Sog' bo'linglar. Bir mana shu ajoyib yaxshi niyatni otamizga bugungi ajoyib kunda muborakbod etgan holatga yo'llab qo'yasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu davramiz qatnashchilari. Bugun hokimimiz Farg'ona viloyatiga ketganligi sababli yaqqa yetib kela olmadi. Shuning uchun biz Ubaydullaga hokimimiz nomidan kelib sizni tabriklashga va o'zi berib yuborgan tilaklarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ubaydulla Isroilovich. Sizni muborak 80 yoshga to'lganingiz munosabati bilan tuman hokimligi jamoasi va tuman faollari nomidan qutlashga ruxsat etgaysiz.
Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, kuch-quvvat tilab qolamiz. Sizning Oqqo'rg'on tumanidagi umumta'lim maktabdagi oddiy o'qituvchilikdan Oqqo'rg'on tumani ijroiy qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosarligi, Navoiy, Aqimobayev, Akmalikrov jamoat xo'jaliklari raisligigacha bosib o'tgan mazmunli hayot yo'lingiz barchamiz uchun ibratli namunasidir. Qanday lavozimda ishlagan bo'lsangiz, o'sha joyda o'z tashabbuskorligingiz va talabchanligingiz bilan har bir ishga mas'uliyat bilan yondashib, berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarish orqali mehnat jamoasi va tuman xalqi orasida hurmat va e'tibor qozondingiz. Sizning rahbarligingiz va ishtirokingizda olib borilgan barcha ishlar xalqimiz tomonidan yuksak baholangan. Albatta bu ishlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Sizdagi rahbarlik salohiyati, jonkuyarlik, vatanparvarlik va xalqni sevish kabi fazilat mujassamligi natijasidir. Hurmatli Ubayda Isroilov, sizni vatanimizni gullab yashnash, xalqimizning farovon hayot kechirishi yo'lida qilgan halol mehnatingiz hurmatli sazovoridir. Oilangiz farovon hayot kechirishingiz xalqimiz orasida har doim hurmatda va e'zozda bo'lishingizni tilab qolamiz. Sağ olun. Rahmat. Xo'p, hurmatli aziz mehmonlar, bugungi davramizga tashrif buyurgan mehmonlarimizni ko'rsatgan mana bu yerda mana taklif bildirdilar. Shavkat aka bir chiroyli she'rni izhor qilar ekansiz. Mehmonlarimizdan talab keldi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bugun Ubaydilla akamning 80 yilligida yubiley to'yida qatnashyapmiz. O Hikmat akam bilasizlar, butun dunyo antikvar universitetining professori. U o'zini yozgan she'rlarman. Ubaydilla akam ham ko'p she'r yozgan. Ubaydilla akaning qalamidan mansub Jon Oqqo'rg'on degan she'rni o'qib beraman. Ubaydilla aka yozgan buni. Ko'k nashoshing bag'ringdadir. Qalb quyoshing mehringdadir. Seni kuylar qizi o'g'lon, sharaflisan ey Oqqo'rg'on. Sharaf shoning tabarrukdir. Zafarlaring muborakdir. Ta'zim qilib senga jahon, mehnatingdan lol Oqqo'rg'on. Kelinchaklar alla aytib, isqina yopsinlar non. Xursand kelib ketar mehmon, mehmon do'stim Jon Oqqo'rg'on. Qo'rg'oningni qurdi bobom, yeng shimarib o'tdi otam. Kuylanmasdan qolgan nolam, endi senga qoldi bolam. Motamsara ona haykal, qalbingdagi qadoqmi bu? Oqqo'rg'onim Jon Oqqo'rg'on. Shifoxona o'yingohni qurganlaring qayga ketdi? Yangi ko'cha uy qurishga imkon bo'ldi, fursat yetdi. Qayda bo'lsam uchib boray, mehr to'la quchog'ingga. Go'zal shahar Parij bo'lsa arzimaydi tikon bosgan o'tlog'ingga. Ko'chalaring gulga to'lsin, quyoshing ham parlab tursin. Qaddi baland hoyno Qur'on, Oqqo'rg'onim Jon Oqqo'rg'on. O'balagan she'ri. Yesing. Esdalikka suratga tusha olamiz albatta. Hurmatli davra qatnashuvchilari, muhtarama bo'lmiz ayollarimiz, onalar, aka-uka, opa-singillar, yana bir bora xush ko'rdik. Badiiy davramizda akalarimizni talab istaklarini inobatga olgan holatda Ubaydilla otamizni bugungi ayyom bilan muborakbod etish maqsadida tashrif buyurgan juda ko'p mehmonlarimizni qatorida Hasan akamizni alohida davramizga biroz qarsaklar bilan taklif etamiz. Navoiydan kelgan deb alohida aytasiz işte. Marhamat, keling. Marhamat. Va opa-singillarimiz aytgandek bo'ladi, sho'x kuy qo'shib qo'yib beraman. Sizlar Xorazmcha deysizlarmi, Buxorocha deysizlarmi, aytgan qo'shiqlaring qo'yib beraman. Faqat bu yerdagi akalarimizga, otalarimizga quramiz o'z navbatida kezi kelganda so'z berib olamiz, to'g'ri tushunasizlar. Marhamat.
Balambar Astronomi xizmat qilyapman. Bunaqa akamning 80 yosh akamga uzoq umr. Doimo sog' salomat tilayman. Kinayman, tengashab, bolalarni, nevarlarni, nevarlarni oz-oz doimo sog' salomat bo'lsin. Shunchaki ham shunday davlat o'tlayman akamni. Salomat bo'ling. Yashang. Ajoyib kunlar, to'ylar, to'nlar muborak bo'lsin. Davomiy qarsak chap turinglar, iltimos hurmatli ayollarimiz. Xo'p, endi talablariga ko'ra o'ynaydigan qo'shiqdan avval bir chiroyli esdalikka suratga tushib olamiz.
Taşlarım ki yolunu, mırsan sandırırlar.
Hurmatli mehmonlarimiz, raqsga tushiringlar, raqsga tushyapti hozir. Taomlar tortilmoqda, yoqimli shaqatirgan holatda. Ubaylarimizni mahalladoshlarini, qo'ni-qo'shnilarini badiiy davramizga yaxshi niyat bilan, qadr bilan jo'natishni istaymiz. Marhamat, keling. Bir chiroyli yaxshi niyatlarni salomlaymiz. Qolaversa otamizni farzandlarini bergan do'stlari, akalarimiz, hamkasblar marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun Aqo'rg'on tumanida bir ajoyib kecha bo'lyapti. Ajoyib tantana. Bu ham bo'lsa bizning mahallamiz, bizning qo'shnimiz Ubayl akamizni 80 yillik yubileyi. Ubayl akam umrbaqi yosh. Men akam bilan 16 yildan beri qo'shniman. Har kuni yemasak ham chiqilib haftasiga bir marta birga o'tiramiz. Men akamga bitta savol berdimda, aka, bu yangam bilan qanday tanishgansiz deb. Akam aytdi, "Xamijon dedi, yangangni o'zim o'qitganman" dedi. Shu o'quvchilarning ichidan tanlab eng aqllisini olganman. Yigitni eng katta baxti bir o'ziga bir yaxshi yor topish. Mana Pardagul kenayimiz bor ekan, Ubayl akam umri yosh. Ikkovi bir-birisiz bir kun tura olmaydi. Agar Pardagul kenayim bilan ketib qolsa, akam birazdan yo'qotib qo'yadi. Sizlaydi deb qo'shlarni. Buyoqni izlaydi, bizni izlaydi. Ketaylar o'ynaymiz deb chaqiradi. Bir kun tura olmaydi. Endi qo'shnichilik deydi, nima deydi? Uzoqdagi og'ayinni duldulla oti o'zgandan yaqindagi qo'shnini toychoq o'sin deydi. Ubayl akam xuddi shunday bir inson, qo'shnilariga bo'lgan, mahallasiga bo'lgan mehr-oqibati juda yuqori. Bu kishini men juda katta hurmat qilganim, bu inson nihoyatda juda ko'p kitob o'qigan. Bu kishi bilan kelgandan beri biz kitob almashamiz. Men bilgan insonlarning ichida eng ko'p kitob o'qigan inson Ubayl akam bo'ladi. Mana biz kitob olib keldik spesialni. Ubayl aka meni bir aytar niyatim, sizni shogirdlaringiz nihoyatda ko'p. Aqo'rg'onda agar yubileyingizni qiladigan bo'lsak, bunday zaldan bir 10 tasi ham kamlik qiladi. Bitta Isroillarning o'zini o'tirish tantanasiga yer kamlik qiladi. Ubayl aka shu darajada yurishingizga avvalambor Pardagul kenayim sababchi bo'lsa kerak. Kenayda kenayda. Bitta rasmga chiqasizlar yaxshilab. Boya savolga javob bersin. Javob ber. Yana bitta narsasi, yaqinda Ubayl akam bilan kenayim Egiptga borib aylanib kelishdi. Juda bir ajoyib, odam havas qiladigan narsa. Keyin men so'radimda, Ubayl aka qanday yaxshi, desam Xamijon dedi. Men umr boqi sanatoriyaga bordim. Qayerga borsam, yangam bilan borganman. Rais bo'ldim, ispolikonda ishladim. Umri yangamdan ajramaganman dedi. Ya bu bitta odamda bu. Rahbarlar qanday bo'ladi bu ayoli bilan sanatoriyaga borgan. Xuddi shu gapni ummatiga ham aytib o'tirishdi. Yangaga rahmat dedi. Shu darajaga yetishma dedi. Yanga 99% xizmat bor dedi.
Shu yerdami? Minat rahmatga gapiryapman. Bu degani erkakni qorimasligi, erkakni yaxshi ishlashi, ijodiy ishlashi, xalq uchun, millat uchun ishlashi 80-90% bu ayoliga bog'liq. Boylarga umrbod xalq uchun, shu Alqur'on uchun, Alqur'onning mehnatkashlari uchun xizmat qilgan odam. Bu kishi og'irini ham, yengini ham ko'rgan. Paxta degan ishda qamalib chiqdi. Shu yangamni qattiq e'tibori, yangamni qattiq nimasini orqasidan hali ham mana yigitday bo'lib oldlaringga turibdi. Boylarga mana farzandlaringizni hammasi o'qimishdi. Mana Ulug'bekjon, Otabek, Xudo shunday farzandlarni hammaga yetkazsin. Shunday kamolga yetkazdingiz farzandlaringizni, qizlaringizni. Boylarga butun O'zbekiston havas qilgan oila. Sizni o'lchamingiz bor, men bilaman. Sizni o'lchamingiz ilmi qanday deb o'lchaysiz? Qanday kitob o'qigan ekan? Qaysi institut sizga o'xshagan olijanob, o'qimishli, vatanparvar, yaxshi inson bo'lsin. Biz sizga havas qilamiz aka. Hamma oilasi sizdek bo'lsin. Butun O'zbekistonning oilasi sizdek bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin, xalqimiz hamisha farovonda yashasin. Boylarga yuzga kiring, yuzdan ham ummatga aytib ketdi. Xudo bergan yoshlarni ko'ring aka. Hayotingizda ko'ring, yurib ko'ring, faqat yaxshi kunni ko'ring. To'ylar, 100 yillik yubileylar bo'laversin, biz xizmatda bo'laveraylik aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Hamidga shu hozirgi zamonning fatvoini qilgan o'kenay. Sabaylar, ben kecha Qozog'istondan keldim, Turkistonda bo'ldim, Ahmad Yasaviyda hamma og'aylarga salom aytdi. Birga bo'lgan og'aylarimiz salom aytdi. Rahmat. Hop, avval eslarga bir chiroyli qo'shiqlar bilan suratga tushib olamiz. Yana bir bola jo'nab kunlar muborak bo'lsin. Qaysi falak gulchining mehri turan olsa, qaysi sadaf gulchining yovqir shoh olsa, qaysi buqarasi dolayda qolsa, qaysi chaman soliya gul olsa, so'ylama kiysana kimni sevar olsa. Ana göz boy boy boy, kara göz boy boy, ana göz boy boy boy, kara göz boy boy, ana göz boy boy boy, kara göz boy boy, ana göz boy boy boy, kara göz boy boy. Bu otamız bir tane yok diyorlar da size. Anladın mı? Bana kodu koşunlar. Ha? Öyle şeyler. Bağlara sarı aman, lalala bir aşk edin, unçeli bakırma. Çünkü canı saklıda, olsa yüzün gülüşan, nalasına ile uzun kurgulu bir hanıma. Söyleme bana sen, kim sigara yaksa, şu ölçeler gözünü başlıyor. Talablar.
Bog'lar go'zal gullar Sunbolay sunlar Bog'lar go'zal akamiz ulfatlari, do'stlarini davraga taklif etamiz. Validdin otamizni farzandlarini, do'stlari, akalarimizni badiiy davramizga yaxshi niyatlar bilan taklif etishimizni. Sizlar kasbdoshlarmi? Hamkasblar? Guruh, ha? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu demak do'stimiz fursatdan foydalanishga so'z bergan ekan. Shu yerda men aytaman, juda ham bizga qadrli, juda ham hurmatli oqo'rg'onlik iflokor insonlar. Validdin og'amizni yubiley boshlari bilan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Onam bilan birga baxtli bo'lib, farzandlarini rohatini ko'rib, nevaralarini rohatini ko'rib, o'ynab kulib, doim mana shunaqa baxtli to'y tomoshalarga o'ynab yurish nasib bo'lishini tilakdoshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun Ubayla bobomizni yubiley to'ylar ekan. Shu munosabat bilan Ubayla boboga uzoq umr tilayman. Xolam bilan baxtli bo'lib yursin. Nasib qilsin. Bizga ham shu yo'llarni bersin. Shu Xudo xolasa keyingi 100 yillik yubileylarda mana shunaqa
birga bo'lish hammamizga nasib aylasin. Rahmat. Assalomu alaykum. Yana bora. Sizlarni ko'rib havasim kelyapti. Biz ham shu sizlarni yoshlarga yetib keldik. Xudo xohlasa 100 yoshlarni ham, 20 yoshlarni ham yoshlar xizmatda bo'ladi. Shu kim nima yaxshi tilayapmiz, hammasi qo'shilaman. Sizlarga juda xursand. Assalomu alaykum. Zoyaqadan kelgan aziz mehmonlar. Ana kishi tanib qoldi. Bunday qildi. Hurmatli bobor, zo'rg'a ko'ring. Xudo xolasa 125 ga kiring. 100 yil. Nasib qilsa Xudo xolasa 100 yil to'lishga, sharaflashga. Uzoq umr ko'ringlar, xolos birga qo'sha qaringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, yuzga kiringlar. Kunlaringiz uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Bobo yuzga kiring. Assalomu alaykum. Zo'rlarga mehmonlar. Otamiz 80 yoshlar ekan. Shu munosabatdan uzoq umr ko'rishsin. Nevaralarini rohatlantirsin. Biz ham shu yoshlarga kirib yurish nasib qilsin. Mikrofonni yaqinroq ekan. Talab Assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli xonadonga yig'ilgan muhtarama aziz mehmonlar. Mana bugun shunday kunda shunday chiroyli insonlar davrasida yig'ilib turgan ekanmiz. Ularga uzoq umr tilayman, sihat salomat bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlari mana shunday bo'lib, to'la to'kis bo'lib yashashlarini yodlashiman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Jamiyatga yaxshi tilaklarga qo'shilaman. Ota 90-100 yoshlaringizda safimizda xato bo'lmay, o'ynab, kulib yurishlik nasib qilsin. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Esdan aka surat ko'rishamiz. Xo'p. Mana bu eng kichkina o'g'limizning do'stlari. Mana shu davrada turib bizniga shuncha niyatlar qilganlari uchun katta rahmat. Kelgusida shu niyatlaring qajarib o'zingizga yetlar ham yetsin. Nasib qilsin, ishlarining o'g'il qizlarining to'ylarida biz ham qatnashaylik. Ana shuni chin tilakda tilab qolib bizlarga omad, sog'lik, salomatlik. Xudo xolasa mana shu men hammalaringni yaxshi bilaman. Chunki necha yil bo'ldi hozir? Kamida 30 yil bo'ldi. Qarang. Ana shu nasib qilgan ekan, o'zining tengqurlari, o'rtoqlari, do'stlari, ko'ngil yaqinlari mana shu vaqtgacha 30-40 yildan oshiq davrda do'st bo'lib yurish hammaga nasib qilavermaydi. Bizga ham do'stlarimiz ko'p edi. Do'stlarimiz juda asta-sekin shu siyraklashishga endi unaqa niyatimiz yo'q. Nasib qilsin, to'liq bo'lib, Xudo xolasa hammalariga 100 yoshlarni uchrashaylik. Sog' bo'linglar, rahmat. Katta rahmat. Bir jumlasi. Yaxshi yomon kunlarimda hayotimning quvonchi jigarlari yetkazsa kunlarni kesganlarimni bitta to'g'rini kesganlarimni oxirlariga tutashtirgan yo'llarimni hayotimning quvonchi jigarlari jigarlarim mana erkak xatolarni to'g'ri men yurak turganlarim
davom etadi. Bugun Ubaydulla otamizni bir yaxshi ajoyib kun bilan muborakbod etish maqsadida yaqinlarini, jigarlarini badiiy davramizga taklif etamiz. Ubaydulla otamizni bitta singillari bor deyishdi. Saxovatxon onamizni badiiy davramizga taklif etamiz. Kennoyilari Mariyaxon onamizni ham davraga taklif etamiz. Marhamat. Hikmatullo akamizni davraga taklif qiling deb yerda aytib turibdilar. Marhamat ota keling, davraga taklif etamiz. Endi yuqorida otamiz davrani ochib bergan bo'lsalar, endi tabrik so'zi bildirar ekan. Marhamat keling. Qarindoshlar, jigarlar, otamizni akalari, singillari, kennoylarini badiiy davramizga yaxshi niyatlar, samimiy tilaklar uchun taklif etamiz. Marhamat. Mana keling, marhamat. Dunyo ishlaridan ketganda xayol uning qilgan ishi etar dilni lol, halol, harom, kamol, zavol odamni ziddiyat o'yiga soladi. Balandi ham bordir, pasti ham bordir. Gohi tiniq shu'ladir, gohi g'ubordir. Dunyo deganlari buyuk bozordir, topganini yaxshilar to'yga soladi. Bugun xonadon egalari ajoyib kunda topganini to'yga solgan ekan. Shu to'yga mana avvalo onalarimizga xush kelibsizlar. Chiroyli niyat izhor qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Azizlarim, endi ukamga, jigarimga ikkovimiz tabrik qilamiz endi. Avvalambor xush kelibsizlar deyman. Aziz mehmonlar, mana bugun mana ukamning 80 yosh yubiley. Boya aytganimdek, otamning yoshidan o'tdi. Sihat salomatlik uzoq umr tilayman. Mana shu kelinim bilan qo'shaqarib, nevara chevaralarni orzu qavatni ko'rib yashasin. Endi ukam to'g'risida mening gapim juda ko'p. Buni hammasini aytib bo'lmaydi. Ukamning tarixi to'g'risida bir necha kitoblar chiqqan. Yana buning 80 yosh tarjima holini aytadigan bo'lsa, 100 betlik yana bitta kitob tayyor. Endi buni hammasini aytib bo'lmaydi. Ana bu yerda do'stlari, o'zangi yo'ldoshlari, Ummat Mirzaqulovich, Aljan Qodirovich o'tiribdi. Ukam rosa 50 yil kolxoz raisi bo'ldi. 50 yil. Endi otam bitta gapini aytaman. Otam bizni yig'ib aytardi. O'g'illarim, nevaralarim, men hayotda bir qadam, yaxshi qadam tashlagan bo'lsam, sizlar 2 qadam tashlanglar degan edi. Mana shunday otamning tabarruk so'zini isbot qilgan mening mana ukam. 50 yil mana shu davlatimiz uchun, tumanimiz xalqi uchun 50 yil tinimsiz mehnat qildi. Hammasi raislikda o'tdi. Endi gapni ko'p yozib bo'lmaydi-ku. Muhammad isming bitta so'zi kelib qoldi. 100ga kirasan sen, Xudo xolasa. Ehtimol 100dan ham o'tarsan bir kun. Qaynab Xitoyga pullar tashisa, hech kimdan qarzing yo'q. Ketarsan shu kun. Faqat bir soatdan bo'ladi qarzing. Hamon raissan, kolxoz raisi.
Kiyatgan to'yimiz qutlug' bo'lsin qaynım. Hammaga mana shunaqa to'ylar kiyish nasib qilsin. Yaxshi kunlar bo'laversin. Nevara-chevaralarning yaxshi kunlariga sayolarda yurib nasib qilsin. Yaxshi kunlar hammamizga nasib qilsin. Barchamizni mana shunaqa 80 yosh 100 dan oshib yurish nasib qilsin. Ko'pdan qatorda jallaqab yursin hammamizga. Nevara-chevarlarimiz katta bo'lib, aqlli bo'lib, o'shalar soyalarda yurish hammamizga nasib qilsin. Yosh kunlar bo'laversin hammamizga. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, akamni do'stlari, quda-andalar, hammalari xush kelibsizlar. Bilan akajonimiz 80 ga kirdi. Iloyim 100 yoshda ham hammamiz qatorda xato bo'lmay muborakbod etish nasib qilsin. Akam mana shu hayot yo'lidagi ulug' ishlarni qildi. Hammasiga mana shu hayotimiz tinchligi, osoyishtaligi sababchi. Mana shu osoyishtaliklarga ozgina bo'lsa hissa qo'shgan bo'lsa, akamiz shular qatorida turib biz xursandmiz. Iloyim farzandlarini rohatini faqat rohatda ko'rsin. 120 yoshlarga kirib yurganda ham yonida turishimizga ham nasib qilsin. Iloyim. Agar tug'ilgan kuningiz bilan samimiy tabriklayman. Mendan oldin gapirganlarning hammasini gapiga 100% qo'shilaman. Men sizga ikkasini umr tilayman. Kenayim ekanlaring o'sha nevara-chevaralar to'ylariga mana shunday bosh bo'lmishlaringizni istayman. Ofarin. Hamma yaxshi niyat bildirlaringmi? Salomat bo'ling. Esdalikka suratga tushib olamiz. Barcha qarindoshlar va yana mana akalar, singillar, onalarimiz. Yashang. Ko'rgil uchun Alloh kerak. Onamiz qilgan ajoyib sovg'alarni kiyib ko'radilar. Yashang. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana endi yangi kostyumlarni kiyib olib, esdalikka suratga tushamiz. Ketamiz endi albatta, ketib qolmaysizlar. Davom etamiz. Yaşa
Thank you.